Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun Samarqand oblast Urgut tumani Dehqonobod mahallasi Turan bank tashabbusi bilan bugun suhbat trendingi uyushtirilyapti. Bu seminarda olim Jo'rayev Masharaf hoji akani suhbatlashyapmiz. Bu kishi limonni daraxtlarini qanday o'stirish, bunga qanaqangi zararkunlarga qarshi kurash bo'yicha o'zini maslahatlarini bermoqdalar. Masharaf hoji aka, mana shu daraxtimizga 13 yillik daraxtimizga bugungi kunda iyun oyida daraxtimizga qanaqa kamchiliklar bor, qanaqangi zararkunlarga qarshi kurash olib borishimiz kerak? Nima deb maslahat berasiz? Mana hozir shu kunda limon kuyasi kuchli darajada zararlab turibdi. Mana shu hozir endi bunga qanaqa qarshi insektisid preparatlar kerakligini aytib beramiz. Hozirgi kunda mana limonda 1 yillik yangi chiqqan novdalarida shu hasharotni qurtlari yaxshigina zarar yetkazib turibdi. Bunga qarshi o'sha insektisid preparatlar hozirgi kunda yaxshi natija berayotgan Mospilan preparatimiz bor. Bu Mospilanga 10 litr suv hisobiga oladigan bo'lsak, qancha ishchi aralashma ketsa, 10 litr suvga 15 grammdan Mospilan. Albatta kunduz salqin paytida unga 5 gram silver faol moddani aralashtirib bir qator ishlov berasizda, taxminan 1 hafta 8 kundan keyin takroriy ishlov berasiz. Hasharotning rivojlanish inkubatsiya davrini hisobga olgan holda. Albatta sug'orasiz.